bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Ba'zilar dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Turmush hamon davomlashadi. Siz cho'qim bir plan tuzishingiz kerak. Sizda bir kelgusi nishon bo'lish kerak. Siz uning eng oxirida mukammal natijalik bo'lishini umid qilasiz. Lekin turmushda odatda nimalar yuz berdi? Qalayimqanchilik. Ishlar doim xato yo'nalishga qarab taraqqiy qiladi. Dal shu paytda siz cho'qim inkosingizning to'g'ri yoki xatoligini tanlashingiz kerak. Qaror chiqarishingiz kerak. Oramizdagi ba'zi odamlar ezib ketadi. Undaq bo'lsa, joyimda yatay, u cho'qim ustimdan o'tib ketadi deb o'ylaydi. Men sizga aytib beray. Undaq qilsangiz, mangu yomon xarakterlik oylanmaga kirib qolasiz. Siz cho'qim o'rningizdan turib ketishingiz kerak. Oramizdagi ba'zi odamlar turmush tarafidan urib yiqiladi. Ondan o'rnidan turib qanday ko'rdi-da, u meni urdi deb chiqlaydi. Turmushdagi ba'zi vaqtlarda siz qaytarib hujum o'tishingiz kerak. Azobingizni yig'ishtirib, uning ichidan ba'zi narsalarni o'rganib olishingiz kerak. Siz allabirun azob ichida turyapsiz. Undan foydalanib bir ishlarni qiling. U sizni kelarki qatlamga boshlab kirsin. Azob sizni yuksaklikka boshlasin. Sizning nima uchun deganingiz nima? Siz nima uchun deyishga muhtoj? Siz nima uchun deyishga muhtoj? Chunki siz ba'zida men o'rnimdan turg'im yo'q deysiz. Biroq bu nima uchun bo'lsa, men o'zimga yetakchilik qilaman. O'rningizdan turing. Opangiz sizga muhtoj, dadingiz sizga muhtoj, bolalaringiz sizga muhtoj. O'rningizdan turing deydi. Bu nima uchun olg'a ilgirlashingizga haydashlik qiladi? Siz qilmagan vaqtingizda, chekinmoqchi, voz kechmoqchi bo'lgan vaqtlaringizda bu nima uchun sizga orzu qilgan afzallikni beradi? Siz orzu qilgan shu afzallik kelarki qatlamga yetishingiz uchun ehtiyojli bo'lgan kuch. Bu nima uchunlarning ichiga eng yaxshisi kirib yiqing. Siz yana buning ichida allabirun mavjud bo'lgan narsani izlayapsiz. Siz yana boshqalarning o'zingizni qutqizib qo'yishini o'ylayapsiz. Garchi allabirun o'zingizning ajoyib bir qahramonga aylangan bo'lsangiz-mu, yana bir kimlardan ba'zi bir uchurlarga erishishni o'ylayapsiz. Kallangizga erishmoqchi bo'lgan narsangiz bor bo'lganda, o'rningizdan dast turib, eng yaxshi bo'lgan o'zingizga aylanishingiz kerak. O'zingizning kechmishini boshdan kechirayotgan vaqtingizda siz voz kechmoqchi, yo'l qo'ymoqchi bo'ldingiz. Chunki qarmoqqa siz o'ylagandek emasdek ko'rinadi. Siz qilayotgan 5 yil bo'lgan bo'lsa-mu, qarmoqqa yana siz o'ylagandek emasdek ko'rinadi. Siz barliq pullaringizni selvatgan bo'lsangiz-mu, barcha vaqtingizni sarf qilgan bo'lsangiz-mu, boshqalar sizni sarang deysimi mayli. Nima degan bilan 5 yil vaqtingizni sarf qildingiz. Cho'qim chidishingiz kerak. O'zingiz yuz berayotgan ishlar bilan hech qanday munosabatingiz yo'q. Bu sizning xatoligingiz emas. Siz yerga urib yiqildingiz. Sizning bu ish bilan ozroq munosabatingiz yo'q. Men sizni ayblamayman. Lekin men bir haftadan keyin qaytib kelsam, siz yana yerda yasdingiz. U chaqda bu sizning xatoligingiz bo'ladi. Agar men 1 yildan keyin qaytib kelsam, siz yana yerda yasdingiz. U chaqda bu sizning xatoligingiz bo'ladi. Agar siz urib yiqilsangiz, garchi amalsiz qolsangizmi, qaytadan o'rningizdan turib, qurbingiz yetgan har qanday ishni qiling. Menga bugundan boshlab mag'lub bo'lmayman deb va'da bering. Siz nimishqa davomli chiqlaysiz? Nimishqa? Men nimishqa umumimizga qetish kesligiga giribdor bo'ldim. Nimishqa rak bo'ldim. Opam nimishqa o'lib ketdi. Men nimishqa ishdan bo'sh bo'ldim. Bularni tushundingizmi? Obdan anglang. Siz bularning hammasini boshdan kechirishingiz kerak. Chunki uning roli shuki, bunda kuchdan yuksaklik shakllanadi. Endi qochmay uningga etiling. Menga nimani boshdan kechirganligingizni aytmang. Yuksak kishilar uningga qarab etiladi. Uni boshdan kechiradi. Qancha jafoliq bo'lsa shuncha yaxshi. Endi gapimga quloq soling. Sizning og'rib qilishingiz bilanmi, nimalarni boshdan kechirganligingiz bilanmi qarim yo'q. Agar o'lmaganlar bo'lsangiz, u sizni bo'ldi qilib etmaydi. Faqat siz o'yg'oqli bo'lsangiz, o'yin ichida bo'lsangiz, faqat hayotli bo'lsangiz, siz yana uning yuz berishiga turtki bo'la olasiz. Faqat yana bir nafas tiniqingizda bo'ladi ekan, siz yana o'yinning ichida bo'lasiz. Yana yengish fursatingiz bo'ladi. Endi o'rningizdan turing. Men bu ishni yana o'ylashingizga muhtoj emas. Siz bak ko'p tafakkur qildingiz, bak ko'p analiz qildingiz. Siz o'zingizni unda qilmaslikka undayapsiz. Men faqat o'zimning muvaffaqiyat qozonoladigan, qozonolmaydiganligimni bilamadim. Men tirishdim, lekin bo'lmadi dedingiz. Menga faqat davomli ilgilishingiz kerak. Men qat'iy niyatga kelishingizga muhtoj. Sizning birdan bir mag'lub bo'ladigan usulingiz voz kechish. Davomli ilgilishingiz kerak. Agar saqlanish qamal bo'lmaganda ochiqlasingizmi, yig'lasingizmi, ham so'zlasingizmi mayli. Lekin yig'lab olgandan keyin cho'qim o'rningizdan turib keting. Yig'ingizga vaqt cheklamiz qo'ying. Siz cho'qim terner, men 30 minut vaqtga muhtojman. Bering, lekin 31 minutdan keyin qaytib kelganda bularga moslashib bo'ling. Agar undaq bo'lmasa, sizning keyingi hayotingiz bu qiyin muhitga qapsilib qoladi. Oramizdagi ba'zi kishilar muvaffaqiyatga erishamadi. Chunki siz har qatim tirishishni rad qildingiz. Har qatim qiyinchilik yo'liqqanda to'xtab qoldingiz. Qahringizni kesib tashildingiz. Mening sizga aytadiganim shuki, agar bayqiy olsangiz, men sizga o'xshashdi bu joyda. Men sizga va'da beray. Agar unvon ololmasam, hargiz ketmayman. Agar mush nishonini amalga oshira olmasam, hargiz ketmayman. Agar mush g'oyamga yetamasam, hargiz ketmayman. Men bu oliy maktabdan hargiz ketmayman. Toki muvaffaqiyat qozonganga qadar. Men bu xizmatdan, bu xaridordan, bu fursatdan voz kechmayman. Toki muvaffaqiyat qozonganga qadar. Undaqda siz o'zingizning azobini qanday bir taraf qilasiz?
Uning sizni urib yiqitishiga yo'l qo'yamsiz yoki uning o'zingizni qayta to'ntib qo'yamsiz? Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib etmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.